4 yildan beri mebelchilik sohasida ishlab kelmoqdaman. Mebelchilikni tashkil qilganimizda boshida 2 dona ishchi bilan boshlaganmiz. Hozirga kelib ishchi sonini oshirdik. 2 ta ishchi bilan ishlagan vaqtimizda bizda juda ko'p vaqt olardi. Ham mahsulotlarimiz sifatsiz chiqardi. Mahsulot turimiz juda kam bo'lardi. Shuni ko'p yutqizardik. Biznes rivojlantirish banki tomonidan mahalla bankiri kelib o'z mahsulotlarini taklif qildi. Biznes rivojlantirish banki tomonidan berilgan taklif bo'yicha hozirgi kredit menga juda ma'qul tushdi. Foizlar juda past, uzoq muddatli imtiyozli kredit ekan. 100 million so'm kredit olib, zamonaviy texnika asbob-uskunalar sotib oldik. Hozirgi olib kelgan texnika asbob-uskunalarimiz tomonidan seximizda ish ancha rivojlandi. Mahsulot turimiz ko'paydi, mahsulot sifatimiz yaxshilandi, vaqtdan yutadigan bo'ldik. Oldinlari bir oyda 25 turdagi mahsulot ishlab chiqarsak, hozirga kelib 50 turdan ziyod mahsulot ishlab chiqaryapmiz oyida hozir. Bir yilda daromadimiz oldin 200-250 million edi, hozirga kelib milliarddan oshib ketdi daromadimiz, bir yillik daromadimiz. Biznesimni kengaytirish maqsadida Biznes rivojlantirish bankidan yana kredit olib, eksportni yo'lga qo'ymoqchiman.